navbatdagi xaridimiz shunday neobichniy italyanskiy zolotimiz 28 grammlik brasletimiz, yana itoy variant bular o'sha. Neobichniy sepochkamiz 33 gramm buni. Narxlarda berdik. 750 probamiz qadimgi bakinskiy brilliantimiz 10,5 gramm. Dim arzon etib berdik. Sestramiz nereden kelibdi? Men Toshkentdan kelganman. Toshkentdan keldim. Avval kelganimda ham olib ketgan edim bulardan. Yana shu narsani olgandi. Nechaga uyda shu narsangizni az qog'ozlarni beruvdingiz? 21 millionga oldim. 21 millionga olgan narsasi hozirgi kunda bo'lgan. O'tgan yil olib ketdilar. 46 million 100 ming so'mga bo'ldi hozirgi narxlab oldik 50 grammni sinovi. Yana shu narsani puldan ko'ra shunda milkdollar bo'lganda 25 millionda o'tib turibdi bu yerdan 20. To'g'rimi? Yani şu narsamizni bu mehribonning ishlashatgan posudachilarmi? Qarindoshlar mana bozorchilar. Ajoyib narsalarni oldi. Neobichniy narsani oldi ekanmiz. Arzon narxlarda qilib berdik. Ko'nglingiz to'ldimi narxdan? Judayam. Omadingizni bersin. Undan ham zo'rlarni ettirsin. Omad sestram. Rahmat. Toshkentdan kelib bizdan olganingiz uchun. Boshqa joyda tushsak aytadi, yo'q, boshqa yerga olib boryapsan. Xaldanga opaga olib bor meni deydi. Siz so'rab kelib turibdi. Rahmat. Kelganimdan aytdim, bulaydi dedi. Rahmat, rahmat. Katta rahmat. Omadingizni bersin Xudoyim. Undan ham zo'rlarni ettirsin. Qo'shray sumka ham beramiz hozir. Yana navbatdagi xaridimiz shunda 60 grammlik itoy variant. Gurmetimiz davotirlar. Gurmetimiz hozir trendda. Ajoyib narsalar singlimiz. Qarshi milkdollar jinab Toshkentdan Berunidan joylab yotibdi. Rahmat Yulduz opa, savdangiz bo'lsin. Doktor Baringizga shukr. Rahmat katta. Ularning 2 etaj joy bo'lib ketsin. Xudo xolasa xayrli barakali bo'lsin. To'ylarga taq. Rahmat. Mana omad. Navbatdagi xaridimiz yana shunday bakinskiy brilliant, qoshlari oppoq, karatlari katta brilliantimizdan o'zini dim sevgan vrach akamiz oldi, ha? Doktor hammaga kerakli inson. Yana shuni qizlarga podarka etdilar. Ajoyib narsa. Menga jonim, to'ylarga tag'ing, nasib etsin. Ajoyib narsa oldi. Klientimiz doktor xonim. Omad. Izin tutsak bo'lmaydi. Chiroyli ekan, yaqin tag'ami. Xaridimiz italyanskiy zolto bo'ldi. Ajoyib narsamiz, trenddagi narsamiz hozir. Suyimiz to'ylarga taqsan, nom zo'rlarni aytirsan, omadingizni bersin. Omad. Rahmat sizga, ishingizga omad.